Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Podmoskvadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Sizga eng ishonchli 7 yillik stajga ega bo'lgan xizmatlarimizni taklif etamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, удмленияsi bilan, eng arzon narxda 1 yillik garantiyasi bilan, Amina ilovasidan ro'yxatdan o'tmaganlar uchun hostelga registratsiya, INN, SNILS, proverka zapret hamda reyestrdan chiqarish, shu va boshqa xizmatlar uchun ekrandagi raqamlarga WhatsAppdan yozing yoki telefon raqamga qo'ng'iroq qiling. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada migrantlarga qo'yiladigan talablarni kuchaytirishni taklif qilindi. Assalomu alaykum qadrli mehmon. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Davlat Dumasi raisi Vachislav Volodin chet el fuqarolarini ishga joylashtirish qoidalarini o'zgartirishni taklif qildi. Duma kengashi vakolatlarni Mehnat vazirligidan Ichki ishlar vazirligiga o'tkazishni muhokama qilishni rejalashtirmoqda. Ichki ishlar vazirligiga migrantlar kvotalarini hisobga olmagan holda ishga joylashishi mumkin bo'lgan kasblar ro'yxatini tasdiqlash huquqini berishmoqchi. Vachislav Volodin Ichki ishlar vazirligi tartib o'rnatishiga va ushbu mutaxassisliklar ro'yxatini qayta ko'rib chiqishiga umid qilmoqda. Hozirda ro'yxatga 192 ta mutaxassislik kiradi. Ularning orasida 38 ta shifokorlik lavozimi va 46 ta o'rta tibbiy xodimlar lavozimi bor. Davlat Dumasi raisi tibbiyot kabi muhim sohalarda faqat rus tilini yaxshi biladigan yuqori malakali mutaxassislar ishlashi kerak deb hisoblaydi. Qoidalarni o'zgartirish qarori Bosh prokuraturaning tekshiruvlari bilan bog'liq. Tekshiruvlar chet ellik tibbiyot xodimlarini ishga qabul qilishda ko'plab qoidabuzarliklarni ko'rsatdi. 2025-yilda Rossiyaning 27 ta hududida prokurorlar xorijda ta'lim olgan tibbiyot mutaxassislarining diplomlarini tasdiqlashda qoidabuzarliklarning oldi olingani aytilmoqda. Mamlakatning 17 ta hududida chet ellik tibbiyot xodimlari ularning malakasi majburiy tekshirilmasdan ishga olingani aniqlandi. Ushbu qoidabuzarliklar sababli Davlat Dumasi yaqin vaqt ichida Duma kengashi yig'ilishida vaziyatga aralashishni rejalashtirmoqda. Davlat Dumasi raisi Vachislav Volodin 1-iyundan kuchga kiradigan qonunlar va boshqa o'zgarishlarni e'lon qildi. Migrantlar uchun nazorat qattiqlashadi. Chet el fuqarolarini qo'shimcha ro'yxatga olish bo'yicha maxsus tajriba 2027-yil 31-dekabrgacha uzaytirildi. Bu haqdagi qonun 30-iyundan ishlay boshlaydi. Endi migrantlardan biometrik shaxsiy ma'lumotlar yig'ish majburiy bo'ladi. 2024-yildan boshlab Rossiyada migratsiya sohasida 25 ta federal qonun qabul qilindi. Bunda 21 ta qonun deputatlarning o'zlari tomonidan taklif etilgan. Ushbu choralarning barchasi noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashda yordam beradi deb aytilmoqda. Ilgari migrantlar Rossiyada bolalar nafaqasi faqat Rossiya fuqaroligini olgandan keyin 5 yil o'tgach olishlari mumkinligi haqida xabar berilgan edi. Rossiya prezidentining maxsus vakili Boris Titov TASS agentligi bilan bo'lgan suhbatda hindistonlik mehnat migrantlari juda sifatli ishlashi haqida gapirgan. Uning so'zlariga ko'ra, hindistonlik ishchilarda tavakkalchilik odati yo'q. Ular barcha yo'riqnomalarni qat'iy ravishda bajarishadi. O'rgatilgan va bu ularning Dubayda ish tajribasiga ega bo'lganidan dalolat beradi. Hozirgi vaqtda Tojikiston Rossiya uchun ishchi kuchining asosiy manbai bo'lib qolmoqda. Maxsus vakil MDH mamlakatlaridan kelganlar bilan Rossiya kompaniyalariga hozircha til topishish osonroq ekanini ta'kidladi. O'tgan yilning oxirida Boris Titov 2026-yilda Rossiyaga Hindistondan kamida 40 ming mehnat migranti kelishi mumkinligini aytgan edi. Rossiyada 9 mingdan ortiq o'zbekistonlik patent bo'yicha ishlamoqda. Bu haqda O'zbekiston migratsiya agentligi direktor o'rinbosari Elyor Toshtemirov ma'lum qildi. Unga ko'ra, Rossiyada 1,3 million nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lsa, ularning 1 millionga yaqini patent bilan ishlamoqda. Toshkentdagi Ma'no tadqiqot tashabbuslar markazi direktori Baxtiyor Ergashevning so'zlariga ko'ra, kelgusi yillarda Rossiyaga ishlash uchun kelayotgan o'zbekistonlik mehnat migrantlari soni asta-sekin kamayadi. Mutaxassisning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda Rossiyaga mehnat migratsiyasi allaqachon eng yuqori cho'qqiga chiqqan. Uning ta'kidlashicha, ko'p yillar davomida kuzatilgan avvalgi o'sish to'xtagan. Ergashevning fikricha, pasayish tendensiyasi ancha sezilarli. Hatto eng konservativ prognozlarga qaramay, Rossiyaga ishlash uchun kelayotgan o'zbekistonliklar soni kamayadi. Biroq Rossiyaga o'zbekistonlik mehnat migrantlari
migrantlar uchun hali ham asosiy yo'nalish bo'lib qolmoqda. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, har yili 1,5 milliondan ortiq O'zbekiston fuqarolari Rossiyaga keladi. Biroq ba'zi migrantlar asta-sekin boshqa mamlakatlarni tanlashni boshlamoqda. Tobora ko'proq odamlar Buyuk Britaniya, Niderlandiya va Sharqiy Osiyo mamlakatlarida ishlashni o'ylamoqda. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, g'arb mamlakatlariga migratsiya ko'lami hozirda Rossiyaga qaraganda ancha kichik. Rossiyaga borayotganlar soni millionlab bo'lsa, Yevropa mamlakatlariga atigi 10 minglab odamlar migratsiya qilmoqda. Avvalroq Rossiya Ichki ishlar vazirligi 2027-yildan 2030-yilgacha migrantlarni uyushgan holda yollash bo'yicha tajriba o'tkazish rejasini e'lon qilgan edi. Yangi tizim mamlakatning bir nechta mintaqalarida xorijiy ishchi kuchini jalb qilish qoidalarini o'zgartirishi kutilmoqda.